Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti maxsus fakultet psixologiya yo'nalishi talabalari falsafa faniga o'z hissasini qo'shgan Zigmund Freyd haqida gaplashamiz. Zigmund Freyd insonni oddiy mavjudot emas, balki ongli va yashirin istaklari bilan yashaydigan murakkab mavjudot deb hisoblagan. Freyd insonning kundalik hayotidagi ko'p harakatlarni ong bilan emas, balki ong osti bilan boshqariladi deb hisoblagan. U kishining yana bir falsafiy nazariyasidan biri bu inson ruhiyatini 3 qismga bo'lgan, ya'ni id, ego, superego. Zigmund Freydning ta'kidlashicha, bu 3 narsa inson hayoti davomida doim bir-biri bilan kurashib keladi. Insondagi ichki ziddiyatlar ham xuddi shu orqali hosil bo'ladi. Zigmund Freydning qarashicha, inson mutlaqo erkin emas deb hisoblaydi. Chunki insonning qaror qabul qilishida uning ichki hissiyotlari va ong osti ta'sir ko'rsatadi.